Suvda asal qara, ana ayam aytdi-da. Bilaman, hamma ishda ham sizga aytganlar. Hop, menga aytgan bo'lsa, men dugonam tug'ilgan kunda shuni sizlar qilib turinglar. Suvda asal dahshat joyga qo'yib, sizlar basseynga olib boraman. Hozir cho'm kelasizlar. Kun issiq bo'lsa, rasmlarga olasizlar, videolarga tushasizlar. Borasanmi? Ketdim o'zim basseynga, sen basseyn kerak. Olib boraman. Suvda o'zingga olib boraman, borag'ay. Orzu, aldaysan-ku, nimaga meni aldaysan? Suvda harorati yaxshi. Shuni o'tiraveraman. Voy. Oxde, o'z basseynga borish orzuyim bitta. Suvda foydasi yo'q ish qilganing. Ko'rasan, hali boraman baribir basseynga. Suvda, oxde. Hamma joy dahshat tozalab tashlabmi bular? Hamma ish qilib bo'lsan-ku? Opchi qarang. Dahshat. Asal tur sen ham. Mana boraman. Yo'q, sen o'tirasan-da. Nima, faqat shuni aldaysan? Aldaganim yo'q. Tur, Asal chiq, buni ham birpas o'tirsin. Senga boramiz. Nima uchun? Nima uchun? Sen qildingmi hamma ishni? Ayamga ko'rsataymi? Sizlar alladim, sizlarni yaxshi ko'raman. O'zi atilib o'tirmay kelib qo'ydim, ketdik. Dahshat basseyn topib qo'ydim, suvlar filtrlangan. Bu yerda qizlardan boshqa hech kim bo'lmaydi. Juringlar, qizlarning basseyni. Kiyindinglar. Sizlar pakana. Ko'rdinglar. Aldamabmanmi suvda? Asal aldamabmanmi? Telefoningni berib turasan menda, ha? O'chir. Orzu lekin kiyim olib kelmadi-ku. Tentak, men o'zim kiyim olib beraman, Asal o'chir tashlaysan, ha? Kiyim olib beraman, tentak zo'r kiyimlari ham bor, hamma narsasi o'zlarida. Sotib olamiz o'zimiz. Telefon nima qilasan? Istoriya qo'y. Yo'q, bu yerga istoriya qo'yish mumkin emas. Ber sen ham telefoningni. Istoriya qo'yish ham mumkin emas, rasmga tushish ham mumkin emas. Bexosdan telefoningga ular kamera emas-ku, chola qora, yaxshi svet-ku. Bu yerga kamera ham qo'yilmagan, hech nima qo'yilmagan. Bu yerda bironta o'g'il bola aralasha olmaydi. Bu yer faqat ayollarning basseyni. Qayoqqa cho'mishga ketyapsizlar? Yo'q, bu bilasizlar, basseyndagi suv sizlardan toza. Oldin hammomga kirasizlar, boshlaringni yuvinglar, shampunlar turibdi, delyajishlar turibdi, yaxshilab yuvinib, keyin chiqasizlar. Qara, chiqqandan keyin sen bo'ying pastga mana detskiga o'tib bo'ptimi, jakuzzilari bor. Sen bunisiga o'tasan, bo'ptimi, boringlar. Ketmaymiz. Aytgancha bu yerga shapkasi mumkin emas. Ha, yerda shapka bor. Men o'zim arendaga olib beraman-da. Sotib olmaganmiz-ku. Boringlar, tez-tez yurishinglar. Hurmatli Jizzaxlik ayol qizlarimiz diqqatiga. Bilaman, sizlar mana shunaqa basseyn qidirib yuribsizlar. Sizlar uchun mana shu basseyn topib qo'ydim. Shunaqa katta hozir ko'rsatsam bo'lardi, faqat opalarimiz hamma cho'milayotgani uchun ko'rsata olmayman. Bu o'ng tarafimizda detski bor, chap tarafimizda kattalarniki bor. Bemalol kelib cho'milsalaringiz bo'ladi. Eng qizig'i bu yer juda ham gigiyenaga rioya qiladi. Kirishingizda telefonlaringiz yig'iladi. Bironta kamera yo'q, shapkasi mumkin emas. Oldin hammomga kirib, yuvinib, keyin basseynga tushib, basseyndan chiqib ham yuvinib ketishingiz zarur. Keyin ko'p joyda ko'rgansizlar, basseyn 2 kunda, 3 kunda suv almashadi yoki filtr bo'ladi. Bu yerdagi suvlar 24 ga 7 filtr bo'ladi. Suvlar ham hozir ko'rinishi juda ham tiniq. Ming marta eshitgandan bemalol kelib, ko'rib, cho'milib, dugonalaringiz bilan aylanib, maza qilib dam olib ketsangiz